Mo'maygina pul evaziga hayotingizni xavfga qo'yib, reklama roligiga tushgan bo'larmidingiz? Aytaylik, bu ish uchun sizga $100,000 berishmoqchi. Xo'sh, bu summa sizni qanchalik xatarli ishlarga unday oladi? Balki siz zaharli ilon bilan urushardim yoki daryoni bir o'zim kechib o'tardim deb o'ylatgandirsiz. Koinotni bir chekkasidan yerga sakrashga nima deysiz? Bugun sizlar bilan birgalikda biz Red Bull tomonidan tashkil qilingan tarixdagi eng xavfli reklama haqida gaplashamiz. Siz Red Bull Instagram sahifasiga kirib ko'rganmisiz? Ichimlik yo'q. Qandaydir ekstremal sportchilar, mototsikllar, osmondan uchayotgan odamlar. Yoki Samsungni olaylik. Ushbu brend ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha mahsulotni emas, balki tajribani va his-tuyg'uni ko'rsatadi. Samsung bu ishi bilan biz faqat texnologiya emas, balki kelajak hayot tarzini yaratamiz degandek go'yo. E'tibor bering. Katta brendlar mahsulotini ko'rsatmaydi. Chunki ular mahsulot emas, hissiyot sotadi. Mana isbot. Red Bull odamni osmondan sakratib, ichimlik sotgan brend hisoblanadi. Va bu yil emas, asr reklamasi bo'lgan. 2012-yil. Butun dunyo YouTube'da bitta insonni tomosha qilmoqda. U koinot chegarasidan pastga, yerga sakrayapti. Felix Baumgartner. U tarixda birinchi bor tovush tezligidan tezroq parvoz qildi. Va bu hodisani 8 milliondan ortiq inson jonli tomosha qildi. E'tibor bering, bu reklamani NASA emas, SpaceX ham emas, balki Red Bull tomonidan amalga oshirildi. Felix maxsus stratosfera kapsulasida geliy shar yordamida osmonga ko'tariladi. Tushunishingiz uchun, oddiy parashyutchilar samolyotdan o'rtacha 3-4 kilometr balandlikdan sakraydi. Felix esa naqd 39 kilometr balandlikdan, ya'ni stratosferadan sakradi. Bu hatto samolyot uchadigan balandlikdan 3-4 baravar yuqori degani. U kapsuladan chiqib, maxsus kosmik skafandr kiygan holda erkin qulash tarzida sakrashni amalga oshirgan. Koinot va faqat bitta inson. Hech qanday qutqaruv samolyotlarisiz. Felix sakrashi oldidan men uyga qaytyapman deydi va dastlabki 25 soniyada barchasi nazorat ostida silliq ketayotgandek edi. Biroq 34-soniyadan so'ng sakrash tezligi tovush tezligidan oshib ketdi. Vaziyat qaltislashib, eng qo'rqinchli taxmin amalga oshdi. Felix chayqala boshladi. Bir tasavvur qilib ko'ring-ya, siz supersonik tezlikdan oshib o'tib, soatiga 1342 km tezlikda harakat qilyapsiz va xuddi vertolyot parragidek aylana boshladingiz. Bu holatda agar inson o'zini o'nglay olmasa, osonlikcha hushidan ketishi va yerga xuddi o'likdek qulashi mumkin. Bunday bo'lmagan taqdirda sizni boshqa bir xavf kutib turibdi. Bosim yuqoriligi sabab qonning qaynab ketishi. Aylanish paytida Felixning baxtiga sakrash oldi tajribasi juda qo'l keladi. U qo'l oyoqlari orqali aerodinamik holatni hosil qilib, boshini pastga qaratib olishga imkon berdi. Felix muvozanatni ushlab qoldi. Taxminan 4 daqiqalik tushishdan so'ng u yerga yaqinlashadi va parashyutini ochishga muvaffaq bo'ladi. Umumiy sakrash 10 daqiqa 23 soniya davom etgan edi. Felix tovush chegarasini buzib o'tgan birinchi inson sifatida tarixda qoldi. Bundan avval tovush tezligiga kim erishgan deysizmi? Reaktiv samolyotlar. Red Bull kompaniyasi bu tadbirni amalga oshirishlik uchun $50 million ga yaqin pul sarflagan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Sakruvchi bu summadan qancha maosh olgan?
Hech qancha. Sababi Felix va Red Bull o'rtasida avvaldan shartnoma bor edi va bu sakrash uchun alohida haq olmagan. Endi esa videoni eng qiziq joyiga yetib keldik. Bu voqeadan Red Bullga nima foyda edi? O'zi reklamani ma'nosi nima deydi? Nima uchun bu reklama asr reklamasiga aylandi? Red Bullni videoda faqatgina bitta logosi bor edi. Hech kim reklamaga chiqib, eng zo'r ichimlik bu Red Bull, uni iching deb ham reklama qilmadi. Hattoki videoda hech qanaqa Red Bull mahsuloti yo'q edi. Qaraya, 50 million dollar sarflayotgansan-u, lekin u videoda o'zingni mahsulotingni reklama qila olmas ekansan. Qanaqa marketing bu? Deyishga shoshilmang. Sakrash hodisasi YouTube'da eng ko'p ko'rilgan jonli efir sifatida saqlanib qoldi. Ma'lumot uchun yana bir bor eslatib o'taman, bir vaqtning o'zida 8 million odam bu jonli efirni kuzatib turgan. Bu bilan hali hype tugagani yo'q. YouTube tarmog'ida keyinchalik ushbu video 50 milliondan ko'proq tomoshaga ega bo'ldi. Boshqa platformalarda, saytlarda va tarmoqlarda uzatilib, umumiy tomosha soni 1 milliarddan oshdi. Red Bull Stratus voqeasi kompaniyaga savdo hajmini 13% oshirishga imkon berdi. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra bo'lsa, 1.6 milliard dollar foyda keltirgan. Zo'ra, 50 million sarflaysiz, 1,5 milliard dollar foyda ko'rasiz. Yomon emas menimcha. Bu hali hammasi emas. Endi iste'molchilarda brendga nisbatan hissiyot bor. Red Bull bu energiya, bu jasorat, bu g'ayrat. Eng yuqori darajadagi marketing shu joydan boshlanadi. Siz insonlarga mahsulot emas, g'oya, falsafa va muammoga yechimni berasiz. Red Bull ham insonlarga ichimlik emas, balki o'ziga bo'lgan ishonchni sota boshladi. Biz sizga 100 ming dollarlik reklamaga tushish taklifini bermaymiz, lekin aynan shunday marketing usullarini chuqur o'rganishingizga yordam beramiz. Buning uchun esa video izohidagi havolani bosib, Najot ta'limining marketing yo'nalishidagi kurslariga ro'yxatdan o'tsangiz bas. Red Bullni Instagram sahifasini bejizga eslamadik. U yerda mahsulotni uchratish juda ham qiyin. Red Bullni asosiy yutug'i bu pozitsiyalanishdadir. Zamonaviy SMM bu mahsulotni emas, balki u beradigan foydani, hissiyotni ulashishdir. Insonlar mahsulot sotib olishdan oldin bu mahsulotni nima uchun olishim kerak deb emas, balki bu mahsulot meni kimga aylantiradi, qanaqa natija beradi, qanaqa foyda olaman degan savolni o'rtaga qo'yishadi. Aytaylik, ba'zi bir insonlar BMW tanlashadi, ba'zilari esa Mercedes. Nima uchun tanlov ikki xil? Axir birida bor qulaylik, ikkinchisida ham bor-ku. Ikkalasi ham tez va sifatli-ku. Gap shundaki, BMW haydashni xohlaydiganlar, ular o'zlarini shiddatli va shijoatli his qilishni xohlashadi. Mercedes haydashni xohlaydiganlar esa o'zlarini oliy nasab va klassika shaydolari sifatida ko'rishni xohlashadi. Red Bull ham sizga ichimlikni emas, balki imkoniyatlaringizdan oshib, avval qila olmaydigan ishlaringizni qila olish hissini sizga beradi. Odamlarning ko'zlari reklamalarga o'rganib qolgan, ammo eksperimentlarni eslab qolishadi. Shunaqa brend bo'lishni xohlaysizmi? Unda odamlarga mana ol demang. Balki mahsulotingizni olgandan keyin ular qanaqa hissiyot tuyishadi, mana shuni ularga bering. Shiorida aytganidek, Red Bull sizga qanot bag'ishlaydi. Bu videoni bizga suratga olishda yaqindan yordam bergan Toshkent Planetariyga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Haqiqatda bu yoqqa kelgandan keyin o'zingizni samoviy muhitda his qilar ekansiz. Agar siz yulduzlarga, astronomiyaga qiziqadigan bo'lsangiz, bu yoqqa kelishingiz shart.